Salom do'stlar, xormanglar. Sizlar bilan yana Qosi Yigirmovchi. Xo'p, bugun expiry beta shotimiz 3.3 million bank bor. Mana shu 3.3 million bilan minimal risk bilan 2 barobarga shu summani ko'tarishni strategiyasini sizlarga o'rgataman. Bu strategiyani bajarish uchun bizga 2-3 o'yinlar bor, shular yordamga keladi albatta. Xo'p, birinchisi bu kamikaze do'stlar. Qaytarib o'taman, video juda ham riskovniy. Sinab ko'rsanglar bo'ladi, faqat yuragida o'tib borlar uchun. Demak, 1 million 400 ming ekan, mayli. 1 million 400 ming bu o'yin uchun bosamiz. Xo'p, betada eng birinchi katakka sakraymiz va biz yutlik pul olamiz, bo'ldi, dalshi. Davom etmaymiz, bu o'yindan chiqamiz do'stlar. Xo'p, bizda keyingi o'yin bor. Qaysi edi keyingi o'yin? Fear Dragon's Gold vot mana bu o'yin. Xo'p, bunda ham 1 million 400 ekan, mayli, 1 million 400 ming ketdik da. Bunga endi eng oxirgisini bosamiz va pulni olamiz. Xo'p, 3 million 900 deyarli 1 million foydaga kirdik. Xo'p, endi keyingi o'yinimiz olma bo'ladi do'stlar. Xo'p, olma o'yinimizda 1 million 400 ketdik da. Xo'p, endi bu gal o'rtaga saklaymiz va pul olamiz. Ketma-ketlikni hech qachon chalkashtirmanglar. Har bitta o'yinda o'zini shu kombinatsiyasi bor, o'sha bilan o'ynaysizlar. Faqat expiry betda shu ekrandagi promo kodlar bilan. Xo'p, hozir o'pish hisobda 100 dollar atrofida foydalanamiz. Endi yana bitta o'yincha bor edi. Xo'p, Zolto Zapada bu 2 kaysi juda ham riskovniy. Yana o'z ko'ramiz, qaysi o'yin bor edi. Shunaqa katakchali o'yinlar bo'lish kerak. Tepada shu listnitsaga qo'ysak o'zi chiqadi hammasi. Xo'p. Mana bor, xo'p. Qani ko'ramiz. Bunda ham natija beramiz. Bunda ham o'zining kombinatsiyasi bor. Yo'q, bu boshqacha ekan. Aslo buni qo'ymaydi, bo'lmaydi. Xo'p, Dragon Gold bo'ldi. Xullas, bormi yana shunaqa katakchalik? Bu ham boshqacha ham deyman. Atak do'stlar, mana shu 3 o'yinda xuddi shunaqa qilib, mana 100 dollar toza foyda bo'lyapti. Zato risk juda ham kam, lekin ketma-ketlikda shu adashtirmasdan bossangiz juda zo'r foyda bo'ladi. Video